Qadrli talabalar, men Jabor va Aziza Shehnazarovna. Tasavvur qiling, sizning oldingizda 30 ta yopiq quti olib kelishdi. Bu birinchi sinf o'quvchilari, ularning ichida nima borligini hech kim bilmaydi. Ba'zilar bog'chada dasturlanmagan, sanashni, yozishni biladi. Boshqalari esa bo'sh fleshka, hatto qalam ushlashni bilmaydi. Darslikni ochishdan oldin birinchi haftadayoq bolaning tizimini tekshirib olish shart. Qanday qilib? Oddiy savollar bilan. Sanangchi, qalamlar ko'pmi yoki barmoqchalar? Eng muhimi, qaydnoma jadvali. Bu sizning strategik xaritangiz hisoblanadi. Masalan, Ahmedov 9 gacha sanaydi, Baliyeva esa 15 gacha. Buni yozib borasiz. Diqqat, ko'pchilik o'ylaydi, matematika bu misol yechish. Yo'q, birinchi bosqich bu nomerlash. Bu jarayon 3 ta katta leveldan iborat. Birinchi level tayyorgarlik, ikkinchi level nomerlashni o'rgatish, uchinchi level arifmetik amallar. Ko'ryapsizmi? Qo'shish va ayirish faqat 3 bosqichda keladi. Ungacha shoshmang. 10 ichida nomerlashda bolaga natural qator nimaligini singdirish kerak. Har bir son qanday hosil bo'ladi? Oldingisiga birini qo'shish orqali yoki keyingisidan birini ayirish orqali. Bu zanjir reaksiyasi. Bolaning faqat raqamni, balki geometrik shakllarni ham farqlashi kerak. Va albatta sirli 0 raqami bilan tanishishi. Keling, tajriba o'tkazamiz. 10 dan katta sonlarga o'tish. Bu bolaning miyasida inqilob qilish degani. Chunki endi biz 10lik sanoq sistemasiga kiramiz. 11 dan 20 gacha bo'lgan sonlarni o'rgatishda eng zo'r qurol bu bog'lamlar. 10 ta cho'pni olamiz va bitta rezinka bilan bog'laymiz. Bu bitta 10lik ma'nosini beradi. Endi yoniga 2 ta cho'p qo'yamiz. Nima bo'ldi? Bitta 10lik va 2 ta 1lik hosil bo'ldi. Buni biz 12 deymiz. Bola shuni ko'zi bilan ko'rishi va qo'li bilan ushlashi shart. Bu metodika mavhum tushunchani moddiylashtiradi. Tayyorgarlik bosqichi tugadi. Endi haqiqiy qurilish boshlarida. Endi eng qiyin tushunchaga kelamiz. O'rin qiymati. 10 dan katta sonlarni yozishda o'ngdan chapga qoidasi ishlaydi. Birinchi o'rinda birliklarning uyi, ikkinchi o'rinda o'nliklarning uyi quriladi. Bolalarga bir xonali son va ikki xonali son terminlari o'rgatamiz. Mantiqiy tuzoq diqqat qiling. Faqat 2 raqamidan foydalanib 2 xonali son yozing. Javob 22. Lekin savol birinchi 2 bilan ikkinchi 2 ning kuchi tengmi? Yo'q. Birinchisi 20 ta, ikkinchisi shunchaki 2 ta. Bola buni tushunishi uchun sonlar kassasidan foydalanamiz. 100 ichida nomerlashga o'tganimizda bu tizim kengayadi. Endi biz narsalarni 100 talab guruhlaymiz. 35 sonni tahlil qilamiz. Bu shunchaki 3 va 5 emas. Bu 3 ta 10lik va 5 ta 1lik hisoblanadi. Yoki 35 teng 30 qo'shilgan 5. Bu xona qo'shuvchilari yig'indisi hisoblanadi. Agar bola shuni tushunsa, u kelajakda 68 qo'shilgan 1ni oson yechadi. Chunki u biladiki, birlik faqat birlik bilan qo'shiladi. O'nliklar o'nlik bilan. Keling, o'lchov birliklarini kiritamiz. Bunda 10 santimetrimiz 1 detsimetrga teng. Bu ham o'nlik tushunchasining amaliy isboti hisoblanadi. Topshiriq 1 detsimetr va 5 santimetr. Bu aslida 15 santimetr degani. Metodika shunday quriladiki, nazariya darrov amaliyotga o'tadi. O'quvchilarga shunday topshiriqlar bering. 6 ta bir xonalik son yoz va ularni 10 taga ortdi. Bu mashq orqali ular sonlarning o'sish tartibini his qilishadi.
Xo'sh, nega bu nomerlash mavzusi shunchalik muhim? Chunki bu algoritmlarning asosi hisoblanadi. Agar bola birinchi sinfda o'nlik tushunchasini sistema tushunmasa, yuqori sinfda ko'paytirish va bo'lishda qiynaladi. Binolar qulaydi. Siz o'rgatayotgan narsa bu shunchaki sanash emas, bu tartib va mantiq hisoblanadi. Natural qator bu koinotning eng buyuk ixtirosi hisoblanadi. Endi shulardan asosida xulosa chiqaramiz. Metodistning 3 ta oltin qoidasi bor. Birinchi qoidamiz: darsni boshlashdan oldin bolaning bilimini o'lchab oling. Ikkinchi qoidamiz: ko'rgazmalik, mavhum gapirmang. Cho'plar va bog'lamlardan foydalaning. Hayotdagi uchrab turgan narsalarni misollar keltiring. Uchinchi qoidamiz esa terminologiya. Bir xonali va ikki xonali so'zlarni bolalarning lug'atiga kiriting. Endi sizga challenge. O'zingiz uchun diagnostika kartasi namunasini tuzing. Ya'ni bu diagnostika qaydnoma. Unda kamida 5 ta mezon bo'lsin. Teskari sanash, taqqoslash, chamalab sanash, yana yo'g'ini o'zingizdan to'ldirishingiz mumkin. Va eng yaqin atrofingizdagi kichkina boladan, jiyaningiz, qo'shningiz bolasimi, o'shalar asosida sinab ko'ring. Natijani ko'rasiz. Bolalar siz o'ylagandan aqlliroq bo'lishi mumkin. Metodika bu zerikarli fan emas. Bu bolaning dunyoqarashini qurish san'ati. Keyingi darsda qo'shish va ayirish sirlarini o'rganamiz. Bu nomerlashga o'rgatayotgan paytimizda biza asosan ularni bog'chadagi fundamenti asosida o'qitamiz. Bilamiz, ko'p bolalar bog'chaga boradi. Bog'chada ular 10 gacha sanashni o'rganadi va teskarisiga sanashni o'rganadi. Lekin afsuski, ba'zi bir bolalar uyda tarbiyalanadi. Uyda tarbiyalanadigan bolalarda bu narsaga fundamenti yo'q hisoblanadi. O'sha uchun biz ularni guruhlarga ajratamiz. Chunki ularni hammasini bir-birsiga yetkazishimiz kerak bo'ladi. Birinchi maktabga bola qadam qo'ygan paytiga tanishtiruv bosqichi bo'ladi. Birinchi haftada ularni bilim darajasini baholab turib, darajalarga ajratamiz. O'sha darajalar asosida ularni o'qitamiz. Ikkinchi haftasida esa o'quvchilarni bilimiga qarab turib, bilimni berishni boshlaymiz. Birinchi bilimni berayotgan paytimizda biza ular bilan 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni tanishtiramiz. 9 ga tanishtirganimizdan keyin nomerlashda asosida 0 tushunchasini kiritamiz. Chunki 0 bo'lmasa 9 dan keyingi son hosil bo'lmaydi. 0 ni muhimlik darajasi aniqlanadi. 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni o'rgatayotgan paytimizda o'quvchilarga o'zi hayoti davomida uchraydigan narsalar asosida sanaymiz. Masalan, sizda 5 ta olma bor edi. Do'stingizga 4 tasini berdingiz. Sizda nechta olma qoldi? Tabiiyki, u barmoqlar asosida sanaydi. Barmoqlar asosida sanagandan keyin o'zida bitta qolganini aytadi. Boshiga birinchi sinfda o'quvchilarga barmoqlar asosida sanash o'tilsa, keyinchalik uni tafakkuri asosida sanash o'tiladi. Agar o'quvchilar qiynalsalar, sanoq cho'plar tayyorlatib qo'yamiz. Ya'ni sanoq cho'plar har bittasida 10 ta birlik bo'ladi. O'quvchilarga biza 10 ta birligimiz bitta o'nlikni tashkil qilganini aytib o'tamiz. Bu o'nlik konsentr deyiladi. Yuzlik konsentrda esa o'sha sanoq cho'plarni bittasida 10 ta birlik borligini bilamiz. O'sha 10 ta birlikni, 10 ta sanoq cho'pni birlashtirgan paytimizda 100 ta birlik kelganligini tushuntirib o'tamiz. Hozircha esa cho'plaringizni tayyorlab qo'ying. Ko'rintirlarni nomerlashga o'rgatish metodikasi edi. Bugungi darsimiz tugadi. Ko'rishguncha